otalarini go'riga qo'ydik. Har doim e'lon qilardim Halimboy Hokimboy qizi deb. Halimboy Hokimboy oldiga ketdi. Baribir mana shu sahnada Halima opamning o'rnlari bilinyapti. Ona she'ri o'rni bilinyapti. Odamlar o'lmaydi, ular faqat o'tadi xolos. Ular bir osmon ko'tarilib, boshqalarini, do'stlarini, yaqinlarini qilayotgan ishlarini kuzatib turadilar xolos. Mana shunaqa do'stimizdan ayrildik. Halimani eslagan odam bor-ku, masalan, shirin xotiralarni eslaydi-da. Agar qora qutidan Halimaxon chiqsa, men tanlagan bo'lardim. Oppoq qor yog'di. O'zlari qor yaxshi ko'rardilar. Onam aytardilar, och o'ldirma, to'q o'ldir, qish o'ldirma, yoz o'ldir. Halimaxon olamdan o'tdi, kutib turibmiz. Asr bo'ldi, shom bo'ldi. Uyiga tomoshada ham o'zini joyi bor edi, lekin afsus endi umr qisqa ekan, shu narsa nasib qilmadi. Ming afsuski Halima yo'q, lekin o'rni juda ham bilinyapti. Qarang, o'lding, aziz bo'lding, hamma yomonlagan. Endi o'ylab qarasa yomon odam emas ekan. Oxirat obod bo'lsin. Qarang, jigarlari hong yig'ilib ezilib turishibdi. Aytdiki, "Bo'lsa men o'zi pishdim, o'zi ketaman o'sha vaqtda." Men ham bo'ldim. Kimni vaqti qancha hech kim bilmaydi. Vaqtni soat hal qilmaydi.